ishlab chiqarilishiga 100 yildan o'tgan, ya'ni 1 asrdan oshgan Janome brendlarimiz yetib keldi. Hozir siz ko'rib turgan ushbu ikkita konteynerimizda salkam 4000 ga yaqin tik mashinalar bor. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Nurullo Ro'ziboyev. Yana yangi mashinkalar, yana yangiliklar bilan sizlar bilan birgamiz. Ushbu modellarimiz hali O'zbekistonga kirib kelmagan. Bular hammasi yangilik. Mana siz ko'rib turganingiz 1320Q modeli, ya'ni bu 14 xil chok tikadigan mashinalarimiz. Bu yerda hozir juda ko'pchilik kutgan, ya'ni o'sha 1522 modelimizdan 3 xili ham kelgan. Mana 1522 PG, LG va yana BG degan model, ya'ni seriyasi bor, rozvisi bor, keyin bardoviy rangidan ham bor. Juda ko'pchilik kutgan edi. Aynan o'sha odamlar uchun bu endi yana bir xursandchilik ham bo'laveradi. Boshqa turdagi tikuv mashinalarimiz ham bor. Ichida hozir mashinkalarni tushirishda davom etyapmiz. Videoda endi ko'rayotgan do'stlarimiz bo'lsa, video uchun bitta like bosib qo'yasiz. Mana bizga yordam berayotgan bu do'stlarimiz, ularga ham Alloh kuch-quvvat bersin. Videoda oxirigacha ko'ring va ushbu tikuv mashinalarni konteynerdan tushishi va qanaqa qilib taxlanishi bo'yicha ma'lumotlar berib o'tamiz. Eslatib o'taman, manzilimiz Toshkent shahar Shayxontohur tumani General Uzoq ko'chasida. Bizdan uzoqlashmang. Janome brendimizni chiroyli qilib taxlayapti do'stlar. Mana tepada o'zingiz ko'rib turibsiz. Bolalar juda ham hol, hali g'ishti bitta urganida Samarqanddan bolalar chaqirdiki, ana Samarqandda maqbaralari bo'lsa, xuddi shunaqa qilib urib beringlar degan maqsad. Endi urilayotgan chotirlarga o'z baho berib ko'rasiz, kommentariyada o'z fikringizni, ya'ni izohlarda qoldiring. Bo'la qo'y, bu yoqqa o'tasan hozir bular. Уже oxirlab qoldi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, patolog pul taxladik. Har xil mana Line 15 modelimiz. Juda ko'pchilik sevib ishlatgan model. Bu tomonda 25-15 modellarimiz. Ami 10 modellarimiz. Mana bu yoqda yana bor ichkarida ham. Mana bu tomonda o'sha yangi kelgan modellarimiz, bu 3112 o'zi bor edi. Mana 1320N, 1320S, 1320P modeli va bu yoqda 1522 modelimiz. Mana Stitch 15A. Stitch 15A, bu yoqda mana 1522 LG, ya'ni seri svet modeli. Mana bu yerda anonsan bor, mana bardovisdan RD model, RD. Hammasidan keldi. Mashinkalarimiz juda ko'p. Videoda oxirigacha ko'rdingiz deb o'ylayman. Tez kunlarda ushbu siz ko'rgan mashinkalarni video obzorlarini qilib joylaymiz. Tikish yo'nalishi, uni sifati, kafolati va shu bo'yicha ma'lumotlarni beramiz. O'zi qiziqtirgan savol takliflar bo'lsa, pastda nomer qoldirdik, aloqaga chiqaramiz. Manzilni eslatib o'taman. Manzilimiz Toshkent shahar Shayxontohur tumani General Uzoq ko'chasida.